amerikanistlar shunaqa mashinik bo'ladi deb umuman o'ylamagandim. Ishoninglar, shunaqa katta pulga hozir kiydiryapti. Xullas, ikkita mashinaga menga oyiga $1200 payment qilaveramiz deyishgan edi. Men rozi bo'lib, qo'l qo'yib mashinadan olib chiqib ketdim. Mana hozir bir oydan keyin menga birinchi monthly payment kelyapti. Birinchi paymentimni to'lash vaqtida qarayapman, menga $1450 dan oyiga to'lov kelyapti. Hozir bular menga 6 yilga $106,000, $20,000 qayerdandir bular menga qo'shib, hozir menga payment chiqazib beryapti-da. Bu mashinliklarni bilmayman nima qilish kerak. Kimda Amerikada shunaqa voqea bo'lgan va nima qilgansizlar shunaqa holat? Amerikanistlar unaqa emas aslida. Siz balki haqiqiy amerikanist bilan gaplashmagandirsiz. Chunki men bir marta Nyu-Yorkda bitta magazindan soat olayotganimda, soat уже menga rasmiylashtirayotgan paytda pulini to'laganman. To'laganimdan keyin shu paytda o'zida o'sha soatga 70% skidka kelib qolgan. Shu paytda mana 70% skidkada xarid qiling, mana qolganini qaytarib bergan. Qo'l qo'yganman. Malades amerikanistlar. Zo'r ekansizlar dedi. Zo'rmiz deydi. Tushimda shunchalimisizlar 10 kunda qanaqa bo'ladi u Amerika deganimda, sen 10 kundan turib beting yuvib Amerikaga green card yutib ko'rasan degan. Aldamagan meni chuvaka. Yana avtobusim ketib qolyapti, yetib olayapti.